Yunusobod Hasanboy atrofidan uchastka uchun yer qidirganlar diqqatiga, mahallani qaranglar. Mana shunaqa chiroyli, fazli mahalladan bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. 6 sotixli mana shu yerimiz sotuvga qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek Tarsoyda joylashgan. Fasadi bunaqasiga 40 metr, bunaqasiga 18 metr. Ichkari tarafi trapesiya shaklida bundoq kichkinlashib boradi va oxirgi tarafi 12 metr fasadga ega. Ko'rib turganlaringizdek, mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q. Kamida 4 ta uchastka quraman desanglar ham yoki 2 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Lokatsiyani aniqroq tushuntirib beradigan bo'lsam, Zenitdan Teabrasga qarab yurishimizda Teabrasga yetmasdan 10 qo'lda joylashgan Baraka ko'chasi bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, joyiga kelsanglar, narx-navosini savdolashamiz deyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Yunusobod Hasanboy atrofidan uchastka uchun yer qidirganlar diqqatiga, mahallani qaranglar. Mana shunaqa chiroyli, fazli mahalladan bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. 6 sotixli mana shu yerimiz sotuvga qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek Tarsoyda joylashgan. Fasadi bunaqasiga 40 metr, bunaqasiga 18 metr. Ichkari tarafi trapesiya shaklida bundoq kichkinlashib boradi va oxirgi tarafi 12 metr fasadga ega. Ko'rib turganlaringizdek, mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q. Kamida 4 ta uchastka quraman desanglar ham yoki 2 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Lokatsiyani aniqroq tushuntirib beradigan bo'lsam, Zenitdan Teabrasga qarab yurishimizda Teabrasga yetmasdan 10 qo'lda joylashgan Baraka ko'chasi bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, joyiga kelsanglar, narx-navosini savdolashamiz deyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Yunusobod Hasanboy atrofidan uchastka uchun yer qidirganlar diqqatiga, mahallani qaranglar. Mana shunaqa chiroyli, fazli mahalladan bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. 6 sotixli mana shu yerimiz sotuvga qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek Tarsoyda joylashgan. Fasadi bunaqasiga 40 metr, bunaqasiga 18 metr. Ichkari tarafi trapesiya shaklida bundoq kichkinlashib boradi va oxirgi tarafi 12 metr fasadga ega. Ko'rib turganlaringizdek, mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q. Kamida 4 ta uchastka quraman desanglar ham yoki 2 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Lokatsiyani aniqroq tushuntirib beradigan bo'lsam, Zenitdan Teabrasga qarab yurishimizda Teabrasga yetmasdan 10 qo'lda joylashgan Baraka ko'chasi bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, joyiga kelsanglar, narx-navosini savdolashamiz deyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Yunusobod Hasanboy atrofidan uchastka uchun yer qidirganlar diqqatiga, mahallani qaranglar. Mana shunaqa chiroyli, fazli mahalladan bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. 6 sotixli mana shu yerimiz sotuvga qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek Tarsoyda joylashgan. Fasadi bunaqasiga 40 metr, bunaqasiga 18 metr. Ichkari tarafi trapesiya shaklida bundoq kichkinlashib boradi va oxirgi tarafi 12 metr fasadga ega. Ko'rib turganlaringizdek, mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q. Kamida 4 ta uchastka quraman desanglar ham yoki 2 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Lokatsiyani aniqroq tushuntirib beradigan bo'lsam, Zenitdan Teabrasga qarab yurishimizda Teabrasga yetmasdan 10 qo'lda joylashgan Baraka ko'chasi bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, joyiga kelsanglar, narx-navosini savdolashamiz deyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Yunusobod Hasanboy atrofidan uchastka uchun yer qidirganlar diqqatiga, mahallani qaranglar. Mana shunaqa chiroyli, fazli mahalladan bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. 6 sotixli mana shu yerimiz sotuvga qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek Tarsoyda joylashgan. Fasadi bunaqasiga 40 metr, bunaqasiga 18 metr. Ichkari tarafi trapesiya shaklida bundoq kichkinlashib boradi va oxirgi tarafi 12 metr fasadga ega. Ko'rib turganlaringizdek, mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q. Kamida 4 ta uchastka quraman desanglar ham yoki 2 ta uchastka quraman desanglar ham zo'r variant bo'ladi. Lokatsiyani aniqroq tushuntirib beradigan bo'lsam, Zenitdan Teabrasga qarab yurishimizda Teabrasga yetmasdan 10 qo'lda joylashgan Baraka ko'chasi bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, joyiga kelsanglar, narx-navosini savdolashamiz deyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz.